Assalomu alaykum barchaga. Bugun sun'iy urug'lantirish bo'yicha video olamiz. Ko'rib turganlaringiz sementlar, bularning ichida bitta molimiz talab bo'lgan, ya'ni kuyga kelgan. Hozir o'sha molimizni olib chiqib, urug' qo'yish jarayonini sizlarga ko'rsatamiz. Sun'iy urug'larimiz mana bunday azot to'ldirilgan bochkalarda bo'ladi. Xo'p, biz urug'imizni eritib olish uchun ham ko'rinishdagi oddiy termostadan foydalanib olamiz. Ichidagi suvni 38-38,5 gradus atrofida isitamiz. Hozir suvimiz 38,1 gradus issiqlikda turibdi. Bochkadan urug' olishda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak, chunki azot qo'lni muzlatib qo'yish mumkin. Ehtiyotkorlik bilan texnika tavsiyalarga rioya qilgan holda urug'ni olamiz. 30 sekund atrofida urug'ni eritgan qo'yamiz. Urug'imizni eritib oldik. Bismillah. Urug' qo'yishga tayyor. Sigirga urug' qo'yish jarayonida orqa chiqaruv teshigi hamda qin atrofini tozaligiga e'tibor berish kerak. Buning uchun maxsus qog'ozlar yoki dokalar bilan yaxshilab qin atrofini artib olish kerak. Kateterni ohistalik bilan tiqish kerak, bo'lmasa o'sha bachadon devorini teshib qo'yish mumkin. Kateter to'liq bachadon bo'ynidan o'tganini ishonch hosil qilganimizdan so'ng urug'imizni ohistalik bilan bachadon qismiga jo'natamiz. Xudo xohlasa sigirimizni 30-35 kundan so'ng qochgan yoki qochmaganligini UZI apparati yordamida aniqlaymiz. Inshaalloh qo'ygan sigirlarimiz bari bo'g'oz bo'laversin. Kanalimiz rivoji uchun like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.